Sharifat, mana kelinlarni ko'rib barka hayron qolib charchab ketdim. Shunday chig'in hayron qoldim. Enasiga prank qilib mana bola kelin endi shunday chig'in muomala qilganini ko'rib, qo'ynona bo'lsa ham aylantirib solyapti. Mana bolani o'zi tuqqan ishqi mana bolani shunchalar keliniga qilgan muomalani ko'rib, ajdarxo'ga aylanib ketdi. Aylantirib men aytdim, qo'yag'ay dedim. Mazza qilib ursin. Tomosha qilib o'tirib davlinalang tushmaydimi? Mazza qilib ursin desam, yo'q. Kelinimga jomon gapirsa, ertan kelinim asabiga tegadi. Meni bolamni umri qisqaradi. Shuning uchun men o'rtada himoya qilib, kelinimni himoya qilib tursam, bolamni oilasi tinch bo'ladi deydi. Voy, sizlar bolalaringni o'ylaysizlarmi? Bolalaringni sog'lig'ini o'ylaysizlarmi? Bolang ishdan yeshakdek charchab kelgan payti asabiga tegib, seni jumbosh xotin bunday qildi, seni jumbosh xotining unaqa qildi, changdartmadi deb aybini aytib o'rdirmaysanmi dedim. To'g'rimi? Azza qilib er xotin janjallashsa, seni davlinang tushib, bolang davlinasini chiqarib, jurak kasal qilib, ana ikkita shiringina oilani o'rtasini buzib mazza qilmaysanmi dedim. Zato qarindoshlarga maqtab jurasan, bolang kasalmand bo'lgandan keyin meni kelinim bolamni kasal qildi deb. Meni o'lim faqat meniki bo'ladi deb o'tirmayman. Xotinning olti qizg'an. Men aytdim, bolang yaxshi qarasa, kelining mazza qilib yashasa kasal bo'lmay qo'yadi. Kasal bo'lmagandan keyin kelining sog'lomgina bolalarni tug'ib, umni aqlli farzandlar tug'adi. Bolangni shunday tinch hayotda ishi rivojlanib, boyib ketadi. Senga shunaqa tinch hayot kerakmi? Zerikarlik bunaqa hayot. Birovni hayotini zaharlamagandan keyin odam qarimaydi, davlina chiqmaydi. Sog'lom yashash nimasi qiziq? Bizda kasal bo'lmasa odamlar e'tibor qilmaydi-ku, mehr ko'rsatmaydi-ku.